Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng ko'p uchraydigan tishlar bo'yicha muammo, ya'ni tishlarning orasi ochiq bo'lishi, diastemani indoneziyalik bemorimizga mana bunday holatdan 10 ta vinir orqali mana bunday holatga qanday keltirganimizni hozir razbor qilamiz. Va videoning oxirida vinirlar narxini bilib olasiz. Ushbu bemorimiz bizga Indoneziyadan murojaat qilib kelganlar. Bilasizlar, diastema masalasi bu juda ham ko'p tarqalgan muammolardan bittasi hisoblanadi. Diastemaning yomon tomonlaridan bittasi bu tishlar nafaqat orasi ochiqligi, nafaqat estetik muammo, balki bu funksional muammo, ya'ni nutqida muammosi bor. Keyin ko'rib turganingiz ovqat chaynayotgan paytda muammo bo'lishi mumkin va eng hammamizni qiziqtiradigan muammo albatta bu estetik muammo. Agar yaqindan ko'radigan bo'lsak, demak bemorimizda aslida nafaqat old tishlarda, balki yon tishlarda ham bu nafaqat diastema, balki tremalari ham bor. Ya'ni yon tishlarda ham oraliq tishlarda ochiqlarligini ko'rishimiz mumkin. Agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak og'iz ichidan, ushbu bemorimizda demak biz muammoni qanday hal qiladigan bo'ldik? Ya'ni eng yaxshi hal qiladigan masalamiz bu yo kompozit yo keramik vinirlar edi. Lekin biz bemorimiz tavsiya qildik keramik vinirlar. Chunki keramik vinirlar orqali biz minimal charxlagan holatda yuqori joyga 10 donagina vinir qo'yish orqali tishlarni tishlayveramiz. Lekin birinchi masala, eng katta masala vinir qo'yishdan oldin, tishlarga umuman nimadir qilishdan oldin biz bemor bilan tishlarni qanaqa shaklda bo'ladi, qanaqa rangda bo'ladi, qanaqa holatda bo'ladi shuni tekshirib olish. Bu etap esa bizda mock-up etapi deyiladi. Mock-up etapi deyilgani bu tishlar bo'lajak vinirlar qanaqa bo'ladi, qanaqa shaklda bo'ladi. Hali tishlarga birontasiga charxlaganimiz, tekkanimiz yo'q. Ya'ni bemorning yuziga, holatiga, bemorning kulishlariga, hammasiga tishlarni bo'lajak vinirlari qanaqa mosmi, mos emasmi? Shu narsa ko'rib tekshirib olinadi. Yaqindan ko'radigan e'tibor bersangiz, rangida ham ozgina farq bor. Nimaga? Chunki bular plastmasdan yasaladi. Hali biz bironta tishlarni charxlaganimiz yo'q. Bo'lajak tishlar qanaqa bo'lishini faqatgina bemorimiz bilan muhokama qilyapmiz. Va vinirlar nafaqat go'zallik, balki og'izga qanaqa integratsiya bo'lishini ham ko'rib olish imkoniyatini beradi mock-up bosqichi. Va shundan keyin mock-up jarayonida bemorimizni qoniqtirgandan keyin va rozi bo'lganlardan keyin biz keyingi etap, asosiy etap, ya'ni doimiy vinirlar yasash etapiga o'tamiz va bemorimiz bilan kelishgan holatda, o'zimiz taklifimiz va bemorimiz xohish-istagi bilan birgalikda vinirni rangi va shakli tanlanadi. Hozir ko'rib turganingizdek va bemorga yoqqandan keyin bemorni ushbu vinirlarni bemorga topshiramiz. Va topshirgan holatimizda ko'rib turibsiz, bemorimiz yuzlariga, ranglariga, shakllari ham, rangi ham vinirimiz juda ham mos tushgan. Yaqindan ko'radigan bo'lsak, kulgulariga ham bu vinirlarimiz yaxshi integratsiya bo'lgan. Mana bunday holatni ko'rishimiz mumkin va og'iz ichini holatini ko'radigan bo'lsak ham vinirlarimiz yaxshigina integratsiya bo'lgan. Va shu bilan birga ushbu bemorimizga 10 dona vinir orqali yuqori jag'lardagi trema va diastema holatlarini yangilab, to'g'rilab, o'zlariga xos, mos bo'lgan chiroyli tabassum qilib beradi. Agar sizni ham ushbu diastema yoki trema kabi muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, unda ushbu holatni ideal va tez yechimi bu vinirlar hisoblanadi.